Suv tiriklik manbai, inson hayoti, salomatligi bilan uzviy bog'liq ne'mat. Mamlakatimizda ham keyingi yillarda suv ta'minotini yaxshilash va ob-hayot sifati past hududlarda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Prezidentimiz tashabbusiga ko'ra aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlariga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratilib, sohada izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Birgina Surxondaryo viloyatida aholining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi qisqa vaqt ichida qariyb 70% ga yetkazildi. To'palang suv omboridek tabiiy manbani yirik loyihalar asosida to'g'ri yo'naltirish esa ushbu ko'rsatkichning tobora o'sishiga sabab bo'lmoqda. Birinchi bosqichning o'zidayoq Sarosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlari markazlaridagi inshootlarga ichimlik suvi kirib bordi. Shuningdek, umumiy 188 kilometr ichki va magistral ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Bundan tashqari, Sarosiyo, Denov, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Oltinsoy tumanlarida jami 7 dona umumiy hajmi 50 ming metr kub bo'lgan suv saqlash hovuzlari qurilishi yakuniga yetkazildi. Natijada 59 ta mahalladagi 257 ming aholini toza ichimlik suvi tarmog'iga ulash imkoniyati yaratildi. Biz ayni vaqtda Sho'rchi tumanidagi o'zida 10 ming metr kub suvni saqlovchi inshootining yonginasida turibmiz. Mazkur inshoot To'palang suv omboridan qariyb 70 kilometr uzoqlikda joylashgan va ayni mana shu inshootda yig'ilgan toza ichimlik suvi qariyb 20 ming nafar aholiga kun davomida yetkazib beriladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan To'palang suv omboridan 80 kapa mahallasiga 5 ming ko'pdan 10 ming ko'plik hovuz qurildi. Ushbu suv omboridan Sho'rchi tumanidagi 8 ta mahalla 24 soat ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlangan. Bu ishlar albatta prezidentimiz tashabbusidagi islohotlari deb bilaman. Bundan 7-8 yil oldingini tasavvur qilsak, u paytlar ichimlik suvi soatlab berilardi. Tashib ichilardi. Hozirgi kunda aholimiz mamnun. 24 soat To'palang suv omboridan qattiqligi 2-3 daraja ekvivalenti shirin suv ichyapti. Bu eng toza, aholining sog'lig'iga foydali ichimlik suv hisoblanadi. Kelajakda yana loyiha chora-tadbirlar qilyapmiz. 2026-27 yil ham 26 ta mahallaga ulash rejalashtirilgan. Bundan tashqari Fransiyaning Suez kompaniyasi orqali ham bir necha mahallalarga toza ichimlik suv olib kelinadi va 24 soatlik ichimlik suv ichishga beriladi. E'tibor bering, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilgan yirik loyihalar tufayli ayni kunga kelib, vohaning eng olis hududidagi aholi vakillari toza ichimlik suvidan bahramand bo'lmoqda. Ya'ni so'nggi 7 yil davomida sohada 20% o'sishga erishildi. Bu albatta o'z-o'zidan sodir bo'layotgani yo'q. Barchasining zamirida xalq farovonligi yo'lidagi tinimsiz mehnat va izlanishlar yotadi. Albatta bu shirin suvlar kelib hayotimiz shirin bo'lib qoldi. Oldingi vaqtlar bilan hozirni solishtirsak, 2016-yillar mana shu xonadonlarimizda suv kelmas edi. Mana yoz oylarida mana shu mahallamiz juda suvga tanqis edi. Mana shu prezidentimizning suv to'g'risidagi islohotlari tufayli bugun mana shu To'palang suv omborining shirin suvlari har bir xonadonga kirib keldi. Suv tufayli kasalliklarimiz kamaydi. Mana bugun 24 soat mana shu shirin suvlardan xalqimiz to'yib ichmoqdalar. Mahallamizdagi onalarimiz xursand. Nima uchun? Ularning og'ir hayoti yengil bo'ldi. 8 yil ichida 100 yillikka arzigulik ishlar amalga oshdi. Bu vatanimiz uchun, inson qadri uchun qilinayotgan ishlar. Har kuni inson qadri uchun yangi qadamlar bosilmoqda. Mana shunday islohotlarni ilgari surgan davlatimiz rahbari prezidentimizga mahallamiz ahli nomidan katta rahmat aytamiz. Olis hududlardagi mahallalarga ham toza ichimlik suvining oqib kirayotgani quvonarli hol. Avvallari uzoq masofalardan suv tashib yashagan aholi endilikda toza va xavfsiz suvdan bemalol 24 soat davomida foydalanmoqda. Ilgari suvlarni biz uzoqlardan tashib ichardik. Har bir uylarda kranlar chiqayapti. Avvalgiday jiyinda suvlar yo'q. Bolalarimiz suv tashib kelardi. Qiyinchiliklar ortda qoldi. Prezidentimizni bizga bo'lgan e'tibor uchun kattadan katta rahmat. Kayfiyatimiz ham a'lo.
Loyiha yakuniga yetkazilishi natijasida viloyatdagi 495 ta mahallaga toza ichimlik suvi yetib boradi va 1,7 million nafar aholi ob-hayot bilan ta'minlanadi. Yana bir ma'lumot, prezidentimizning tashabbusiga ko'ra, suv ta'minoti korxonalari zamonaviy avariya tuzatish texnika vositalari bilan ham to'liq ta'minlandi. Hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida maxsus texnikalar soni 75 tani tashkil etadi. Ushbu maxsus texnikalar viloyatning barcha tuman bo'limlariga biriktirilgan holda avariya holatlariga zudlik bilan javob berish va suv ta'minoti tizimining barqaror ishlashini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Inson qadrini ulug'lashga qaratilgan bunday islohotlar natijasida xonadonlarga suv bilan birga sog'lik, qutbaraka va shukronalik ham kirib kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, vohada savobi 1000 yilliklarga yetadigan xayrli tashabbuslar amalga oshmoqda.